Fitna oyatda aytilgani kabi al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitna qatldan ham battarroqdir deganda, qaysi fitna qasd qilingan? Bugungi kundagi musulmonlar yoki xoslab aytaman mujohidlar, yana ham xoslab aytaman muhojirlar, undan ham ko'ra xosroq xohlaysizmi? O'zbeklarning fitnasi qanday fitna? Bu fitnaga boshlarimiz, kattalarimiz sababchimi? Yoki bu fitnaga bizga ochiqlab bermayotgan shariylarimiz sababchimi? Yoki bu fitnaga o'zlarini bilganlaridan qolmayotgan o'zboshimchalarimiz sababchi? Yoki bu fitnaga musulmonlarga qarshi deb aytilayotgan davlatimizmi fitnachi? Kim o'zi fitnachi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Nafsim qo'lida bo'lgan zotga Allohga qasamki, dunyo yo'qolib ketmaydi. Hatto shunday davrlar keladiki, bir kishi qabrlarning yonidan o'tib ketayotganda o'ylab turib, ya laytani kuntu makana hadal qabr. Qaniydi men mana shu qabr egasidan bo'lib qolsam deydi." Vallohi billahi tallohi birodarlar, boringlar Kafarrohinga, boringlar qabristonda yotgan birodarlar yoniga. Ular yonidan o'tib ketyapti, mana shu narsani qilishlikdan boshqa iloji yo'q. Qaniydi mana shu qabrda yotgan birodarlarning o'rnida bo'lsa edik. Qaniydi yaqinda shahid bo'lgan Abbos birodarning yonida bo'lsa edik. Qaniydi 2019-yildagi janglarda shahid bo'lganlar bilan, qaniydi Nusrat vaqtidagi shahid bo'lganlar bilan birga bo'lsa edik deb qolamiz ekan. Nimaga? Chunki fitnalar davrida biz qanday muomala qilishni bilmayapmiz. Alhamdulillahillazi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa abda'a kulla shay'in wa dhara. لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وآتى موسى 9 آيات بينات فما ادكر فرعون ومرعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى وأحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه المبعوث في أم القرى وصلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم برأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى علي ابن عمه بحر العلوم وأسد الشرى وعلى جميع آل والصحابة الذين انتشروا فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا. اعلموا إن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد aziz muhtaram mujohid muhojir birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bandalarini yaratib, ularni dunyoga imtihon uchun jo'natar ekan, ularni har bir qadamlarida imtihon qilishligini xabar berdi. Alloh taolo oyat karimada aytadiki: Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Alif lam mim, insonlar iymon keltirdik deganlaridan keyin ular fitnalanmaydi deb hisoblashdilarmi? Ular fitnaga duchor bo'lmaydi deb o'ylashdilarmi? Holbuki Alloh taolo ularni har bir qadamlarida fitnalashligini xabar berdi. Alloh taolo boshqa bir oyat karimada aytadiki: "Walanuvalliyannakum bish-sharri wal khayri fitnah." Sizlarni xayr va shar ishlarida imtihon qilamiz deydi. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Va ba'zi bir fitnalar shunday bir gunoh bo'ladi ekanki, u qatldan ko'ra ham battarroq bo'ladi ekan. Thumma inna robbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu. So'ngra Robbingiz fitna qilingandan keyin hijrat qilgan kimsalar bilan birgadir deydi. Alloh taolo bandalarni yaratib, ularni dunyoda har xil imtihonlar, har xil fitnalar bilan bo'ladi ekan. O'zi fitna nima degani?
Fitna al-ibtila'u wal ixtibar. Fitna degani Alloh taolo bandalarini imtihon qilishligi. Alloh taolo juda ham ko'plagan o'rinlarda bandalarni fitnalanganligini yoki ular fitnaga duchor bo'lganligini xabar beradi. Alloh taolo oyat karimada aytadiki: "Va fatannaka futuna." Biz sizni juda ham bir fitnalashlikda fitnaladik deydi. Yoki boshqa bir oyat karimada: "Va qatiluhum hatta la takuna fitna." Ularga qarshi jang qiling toki fitnalar yo'q bo'lib ketguniga qadardir deb javob berdi. Demak, bugungi xutbamiz fitnalar to'g'risida bo'ladiki, fitna o'zi nima? Bandalar fitnaga duchor bo'lganda nima qilishlik kerak? O'zi fitna deganda insonlar nimani tushunadi? Fitna oyatda aytilgani kabi al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitna qatldan ham battarroqdir deganda qaysi fitna qasd qilingan? Bugungi kundagi musulmonlar yoki xoslab aytaman mujohidlar, yana ham xoslab aytaman muhojirlar, undan ham ko'ra xosroq xohlaysizmi? O'zbeklarning fitnasi qanday fitna? Bugungi kundagi bo'layotgan o'zbeklarning nomi o'zbek mushkila deyotgan narsalar bugungi kunda qanday narsalar? Bu narsaga fitna bo'lishligi kim tarafdan bo'lyapti? Bu fitnaga boshlarimiz, kattalarimiz sababchimi? Yoki bu fitnaga bizga ochiqlab bermayotgan shariylarimiz sababchimi? Yoki bu fitnaga o'zlarini bilganlardan qolmayotgan o'zboshimchalarmi sababchi? Yoki bu fitnaga musulmonlarga qarshi deb aytilayotgan davlatimizmi fitnachi? Kim o'zi fitnachi? Bugun fitnani kim qilyapti? Fitna o'zi nima? Fitna to'g'risida gapiramiz. Ha, fitna bo'lyapti. Bizni fitna qilishyapti. Qaysi fitna to'g'risida gapiryapmiz? Shu to'g'risida nima qilamiz? Fitna o'zi nima? Fitnaning alomatlari. Fitna bo'lganda inson nimalar bilan mashg'ul bo'lishligi to'g'risida xutbamni aytib o'tmoqchiman. Ja'at nususul kitabi va sunnati tuhadhiruna minal fitani va asbabiha va dawa'iha. Qur'on hadisda juda ham ko'plagan oyatlar bor. Alloh taolo Qur'oni Karimni 60 ta o'rinda fitnani zikr qilgan ekan. Qur'oni Karimning 60 ta o'rinda fitnadan ogohlantirgan ekan. Undan 34 ta o'rinda Alloh taolo ism bilan keltirgan. Qolgan yerda fe'llar bilan keltirgan ekan. Ya'ni fe'li yoki moziy siyg'asida yoki muzori siyg'asida yoki amr siyg'asida keltirgan ekan. Va zuhurul fitani va intishariha min alamati fasadi zamani wal makan. Shuni bilaylikki, birodarlar, fitna bo'layotgan zamon, fitna bo'layotgan makon boshqa zamonlar va makonlardan ko'ra eng yomoni hisoblanadi ekan. Shuning uchun fitnadan inson iloji boricha uzoq turishlik kerak ekan. Allati zaharat fiha va hadhihi al-fitanu tashtaddu yawman ba'da yawmin. Fitnalar kundan kunga yomonlashib ketaveradi ekan. Bugungi fitna kechagidek bo'lmaydi ekan. Kechagi fitna ertangi fitna kabi bo'lmaydi ekan. Har kungi fitna o'ziga ko'ra ko'payib ketaveradi ekan. Va fi zalika dalalatun ala iqtirabi sa'a. Buning dalili Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilar: "Inna bayna yaday sa'ati fitanun كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat soatidan oldin shunday bir fitnalar bo'ladi. U fitnalar kechagi qorong'u tunlarga o'xshaydi. Kechasi bir kishi mu'min holatda yotadi, ertalab kofir bo'ladi. Yoki ertalab kofir bo'ladi, kechgacha mu'min bo'ladi deydi. Shunday fitnalarning eshigini qoqadigan davrda yashayapmiz, birodarlar. Inson bir kechasi bilan ertalabgacha kofir bo'lib qolishi mumkin. Nimaga? Fitnalarni alangasining kuchliligidan. Yoki inson ertalab musulmon bo'ladi, lekin kechgacha fitnalarga aralashib, kechpayt musulmonlarning doirasidan chiqib ketib qoladi ekan. Bal hiya fitanun taj'alul muslimi yatamanna al-maut. Balkim haqiqiy sodiq mu'minlar fitnalar davrida o'liklardan bo'lishini xohlab qoladi ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, ushbu hadisni Imom Muslim o'zlarining jami sahohlarida keltiradi. Aytadilarki: "Vallazi nafsi bi yadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurru ar-rajulu 'ala al-qabr fayatamarra'u 'alayhi wa yaqulu ya laytani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa fihi ad-dunya illa al-ibtila." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, nafsim qo'lida bo'lgan zotga Allohga qasamki, dunyo yo'qolib ketmaydi. Hatto shunday davrlar keladiki, bir kishi qabrlarning yonidan o'tib ketayotganda o'ylab turib, ya laytani kuntu makana hadal qabr. Qaniydi men mana shu qabr egasidan bo'lib qolsam deydi. Qaniydi men mana shu fitnalarga tushmasdan mana shu qabr egasidan bo'lib qolsam deb aytardi. Vallohi billahi tallohi, birodarlar, boringlar Kafarrohinga, boringlar qabristonda yotgan birodarlar yoniga. Ularning yonidan o'tib ketyapti, mana shu narsani qilishlikdan boshqa iloji yo'q. Ya laytani kuntu makana hadal qabr. Qaniydi mana shu qabrda yotgan birodarlarning o'rnida bo'lsa edik. Qaniydi yaqinda shahid bo'lgan Abbos birodarning yonida bo'lsa edik. Qaniydi 2019-yildagi janglarda shahid bo'lganlar bilan
qaniydi Nusrat vaqtdagi shahid bo'lganlar bilan birga bo'lsa edik deb qolamiz ekan. Nimaga? Chunki bugungi kunda fitna shu darajadaki, fitna hammani o'zini ichiga olib ketyapti. Arabini ham, ajabini ham, ajamni ichida o'zbegini ham, tojigini ham olib ketyapti. Nimaga? Chunki fitnalar davrida biz qanday muomala qilishlikni bilmayapmiz. Fitnalar davrida nima qilishlik kerakligini bilmayapmiz. Fitnalar navli bo'ladi ekan. Har xil navli fitnalar bor. Fitnalarni zikr qilsak bu xutbamiz yetmaydi. Men eng muhim bo'lgan, zamonimizda eng ko'p tarqalgan fitnalarni zikr qilib o'taman. Bugungi kunda zamonimiz va makonimizda oramizda bo'layotgan, yashiraylik yoki oshkora qilaylik, ichimizdagi bor bo'lgan fitnalarning bir nechtasini sizlarga misol qilib keltiraman. Birinchi fitna, fitnatu takfiri bi g'oyril haqq. Ichimizda shunday fitnalar bor. Haqsiz takfir qilishlik fitnasi bor. Haqsiz insonlarni takfir qilishlik, haqsiz mu'minlarni takfir qilishlik, haqsiz mujohidlarni takfir qilishlik, haqsiz hukumatlarni takfir qilishlik fitnasi bordir, birodarlar. Va qad hazzarana minha nabiy sallallohu alayhi vasallam biqawli ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma rawal Buxoriy. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bir kishi bir birodariga ey kofir deydigan bo'lsa, haqiqatan ikkalasidan biri kofir bo'ladi deydi. Agar mana shu fitna qilayotgan birodar, agar bir musulmonga qarab, ey kofir, ey murtad, ey la'in deb turib, agar unga kufrga dalolat qiladigan siyg'alarda aytadigan bo'lsa, haqiqatan o'sha odam kofir bo'ladi. Agar u odam kofir bo'lmagan bo'lsa, shu gapni gapirgan odam kofir bo'ladi ekan. Demak, bu yo'lning ikkala tarafi ham fitna ekan. Bu gapni chiqarishlik oson emas ekan. Yo o'zingiz kofir bo'lasiz yoki qarshisidagi odam kofir bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun ham fitna, bu takfir masalasini yopib qo'yishlik kerak. Har bir ishning o'zining egasi bor. Mana askariy masalalarda o'zining ahli bor. Har bir sohaning o'zining ahli bor. Takfirning o'zining ahli bor, birodarlar. Takfirning o'zining ahli bor. Ulamolar aytadiki, takfirning dalili quyoshdek ravshan bo'lishi kerak deydi. Hech qanaqa shubha bo'lmasligi kerak, balkim quyoshdek ravshan bo'lishi kerak. Bugun arzimagan shubhalarning sababidan qanchadan qancha insonlarni takfir qilinyapti. Bugun arzimagan sabablarni deb turib, hukumatlar takfir qilinyapti. Kecha biz bilan jang qilayotgan, yelkama-yelka turib, bugun ba'zi bir xatoga tushayotgan odamlarni takfir qilinyapti. Aytamizki, har bir xatoni siz takfir deb qilasizmi? Ha? Har bir qilinayotgan gunohni, mayli zulm bo'lyapti, mayli xato bo'lyapti, mayli ochiq-sochiqlik bo'lyapti, mayli qanaqadir odamlarning haqqiga tajovuz bo'lyapti, lekin shu ishni qilgan odamlar kofir bo'ladimi? Ha? Agar ha desangiz, aytamizki, sizda xavorijlik mazhabi bor ekan. Chunki xavorijlar aytardiki, kim zino qilsa kofir bo'ladi, kim o'g'irlik qilsa kofir bo'ladi, kim kaboirlardan biror bir kaboirni qilsa kofir bo'ladi deb aytardi. Ahli sunna va jamoa aytadiki, gunohlar mu'minga zarar beradi, lekin uni takfirga olib bormaydi. Gunohlar insonga zarar beradi, uni iymonini noqis qiladi, lekin kulli olib bormaydi ekan. Va ma zala hada al-madhhab al-khabith mawjudan 'inda al-ba'd. Bugungi kunimizda ham bu mazhab ichimizda bordir. Bu mazhab islom ummati, yana ham xos qilib aytaman, Rasulullohning ummatidagi birinchi bid'at aqida musulmonlarni haqsiz takfir qilish aqidasi bo'lgan. Sahobalar bu narsadan salomat qolishmagan. Ali ibn Abi Talibdek mashhur sahobani Abdurrahmon ibn Muljim xavorij orqasidan kelib turib shahid qilgan. Muaviyat ibn Abi Sufyonni jarohatlagan. Yoki Amr ibn Osni nimada turib, Misrda turib o'ldirmoqchi bo'lgan, lekin o'ldirisha olmagan. Qanchadan qancha xonlar ularning qo'lida nima bo'lmadi? Halok bo'lmadi. Bugungi kunimizda yaqin davrimizda ham olib qaraylik. Yaqin davrida ham, bundan 5 yil oldin, bundan 10 yil oldin qanaqa fitna bor edi takfir borasida. Endi o'zimizga keldik deganimizda bugungi kunda yana kimlardir, qanaqadir maqsadlarda yoki qanaqadir mu'minlarning ichini buzishlik uchun shu fitnani alangalatyapti. Aytamizki, ittaqulloha fi ummat. Ummatni haqqida Allohdan qo'rq. O'zingni fitnalaganing yetmagandek, musulmonlarni fitnalamagin. Ikkinchi fitna, fitnatul harj, ay al-qatl. Bugungi kunda eng ko'p fitnalardan biri odam o'ldirishlik fitnasi. Va huwa aynu ma hadara nabiy sallallohu alayhi vasallam biqawl inna bayna yada'i sa'ati al-harj. Bu ham nabiy sallallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, hali qiyomatdan oldin harj bo'ladi dedilar. Qalu va mal harj ya Rasululloh? Sahobalar aytdiki, harj nima ya Rasululloh deb aytdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, al-qatl, o'ldirishlikdir. Innahu laysa yaqtulul mushrikun walakin yaqtulu ba'dukum ba'da. Bu o'ldirishlik mushriklarni o'ldirishlik emas, yoki ochiq kofirlarni o'ldirishlik emas, balkim ba'zilarini o'ldirishlikdir. Hatta yaqtulu rajulu jarahu va ibn ammihi va za qarabatihi. Balkim bir mu'min biror bir narsani sababidan qo'shnisini o'ldiradi, yoki biror bir narsani sababidan amakisini o'g'lini o'ldiradi, yoki biror bir arzimagan narsani sababidan
qarindoshlarini o'ldiradi dedi. Va qala aydon, yana Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Vallazi nafsi biyadihi la ta'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala va la yadri al-maqtulu 'ala ayyi shay'in qutila." Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, insonlarga shunday kun keladi, qotil nima uchun odam o'ldirganligini bilmaydi. Nima uchun odam o'ldirayotganligini bilmaydi va maqtul ham, o'layotgan odam ham nima uchun o'layotganligini bilmay qoladi ekan. Bugungi kunda qurollarimiz haqsiz ko'tarilib qolishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qo'limizda qurolimiz borligi bizga o'zi katta fitnaki, qarshimizdagi odamni agar kimligini bilmasdan qurolimizni ko'taradigan bo'lsak, haqsiz yoki qotilga aylanamiz yoki haqsiz maqtulga aylanib qolamiz ekan. Shumi bizning hijratimiz, shumi bizning qurolimiz mo'minlarga qaratilishi uchun jihod kalimasini ko'targanmizmi yoki hijratimiz shu narsa bo'lgani uchunmi? Shuning uchun ham fitnalar zamonida inson qanday muomala qilishni bilishi kerak ekan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qatala tahta rayatin immiyatin yaghdabu li'asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansuru asabatan faqutila faqitlatun maytatun." Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kimki millatchilik bayrog'ini ostida jang qilsa, hasbunalloh va ni'mal vakil. Xafa bo'lmanglar, bu gapni minbardan turib aytishlikka majbur bo'lyapman. Kimki millatchilik bayrog'ini ostida jang qiladigan bo'lsa, immiyatun degani bu bir qavmga nisbat berib, hadisning davomida aytibdilarki, buni nimasini, sharhini, immiyatni bu nima degani? Yag'dabu li'asabatin. Bir toifa asoba uchun g'azab qiladi. Aw yad'u ila asabatin, yoki bir to'plam uchun, bir qabila uchun da'vat qiladi. Aw yansuru asabatan, yoki bir qabilaga yordam beradi. Faqutila, mana shu yo'lda o'ldiriladi. Faqitlatun jahiliyatun, buni o'limi jahiliyat o'limi bo'ladi ekan. Al-mautu fi sabilillah masakan, al-mautu fi sabilil hijra, al-mautu fi sabilil jihad, al-mautu fi nusratil muslimin masakan. Balkim aytayaptilarki, uning o'limi jahiliyat o'limidir. Va man kharaja ala ummati yadribu barraha va fajiraha, kimki ummatimga qarshi chiqsa, ogoh bo'linglar, zamonimizga, makonimizga roppa-rosa tushadigan hadis. Ushbu hadisni Imom Muslim o'zlarining jami saholarida 1847-48-hadislarda rivoyat qilganlar. Aytibdilarki: "Va man kharaja ala ummati yadribu barraha va fajiraha." Kim meni ummatimga qarshi chiqib, yaxshisini ham, yomonini ham uradigan bo'lsa. Qarshimizdagi odam illo yaxshi bo'lishi shart emas, yomon ham bo'lishi mumkin. Qanaqadir ishlarda xatokor ham bo'lishi mumkin. Kimki ummatimga qarshi chiqib, yadribu barraha va fajiraha, yaxshisini ham yomonini ham uradigan bo'lsa, wala yatahasha min mu'miniha, uni mu'minini, taqvodorini, to'g'risini ajratmaydigan bo'lsa, wala yafi li ahdin ahadaha, va bergan ahdiga turmaydigan bo'lsa, bilasizmi nima jazosi? Falaysa minni walastu minhu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytibdiki, u mendan emas, men ham undan emasman deyapti. Baroat e'lon qilyapti Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Kim meni ummatimga qarshi chiqadigan bo'lsa, men undan emasman, u mendan emas. Meni ummatim deb zikr qilmasin. Men ham uni ummatim deb zikr qilmayman deyapti. Nimaga? Bundan ko'ra kattaroq bir jazo bormi aytinglar? Nabiy sollallohu alayhi vasallam minbardan turib, "Falasta minni va lastu minnak." Men sendan emasman, sen ham mendan emassan desa qanday holat bo'lardi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytibdilarki, qaysi bir odam meni ummatimni yaxshisiga yo yomoniga chiqib turib, unga qarshi qurol ko'taradigan bo'lsa, "Falaysa minni va lastu minhu." Men ham undan emasman, u ham mendan emasdir. Va min a'zami zunubi ba'da shirki billah. Bilasizlarmi, shirkdan keyin eng katta gunoh nima? Qatlul muslim bi g'ayril haq. Mo'minni haqsiz qatl qilishlikdir. Mo'minni haqsiz qatl qilishlikni qo'ying. Bir mo'minni qatl qilishlikka bir ishorani yarmini, ana o'ldir degan gapni ana deb qo'ysangiz, shuni sababli shu o'ldiriladigan bo'lsa, qiyomat kuni peshonangizga ayisun min rahmatillah deb yozilib kelasiz ekan. Allohning rahmatidan ma'yus, Allohning rahmatidan uzoq. Bir mo'minni o'ldirishga faraz qilyapsizmi? Fitnaga chiqqan vaqtingizda bitta munofiqlar o'shadan foydalanib, bitta o'q uziladigan bo'lsa, u kimgadir tegadigan bo'lsa yoki kimdir o'zini difo qilib otadigan bo'lsa, birgina joningiz bor. Fitnada sarflamoqchimisiz shuni? Birgina qoningiz bor. Bittagina joningizni Allohning yo'lida bergani kelish uchun fitna yo'lidanmi berasiz? Shuning uchun ham fitnani Alloh taolo val fitnatu ashaddu minal qatl dedilar. Fitna bu qatldan ham battarroqdir. Fitna bu shirk bu oyatdan aytilayotgan narsa, shirk bu odam o'ldirishlikdan ham ko'ra qattiqroqdir dedi.
Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballohu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima." Kimki bir mu'minni qasddan o'ldiradigan bo'lsa, o'ldirishlik ikki qism bo'ladi. Amdan va xatoan. Kim bir mu'minni qasddan uni o'ldirishlik uchun boradigan bo'lsa, fajazaohu, kelinglar uni jazosi nima ekan? Fajazaohu jahannam, uning jazosi jahannam birinchisi. Xolidan fiha, unda abadiy qoladi ikkinchisi. Va g'adiballohu alayhi, Alloh unga g'azab qiladi uchinchisi. Va la'nahu, Alloh taolo uni la'nat qiladi to'rtinchisi. Va a'adda lahu 'azaban 'azima, unga juda ham katta ulug' azobni tayyorlab qo'yadi beshinchisi. Bundan ko'ra og'irroq jazo bo'lsa ayting, vallohi ayting. Bir mu'minni qonini to'kishlikdan ko'ra og'irroq jazo bormi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka ni fath qilganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Bilolga aytdiki: "Ey Bilol, Ka'baning ustiga chiqib ozon ayting" dedi. Shunda odamlar aytdiki: "Bilol Habashiy kecha qul bo'lgan edi. U Ka'baning ustiga chiqadimi? Ka'badagi musharraf bo'lgan, eng Alloh taoloni ibodat qilish uchun yer yuzida birinchi qurilgan nima Baytulloh bo'lgan, shunisiga chiqadimi?" deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Vallohi ey Bilol, seni haqqing Alloh taoloning huzurida Ka'badan ko'ra qadrliroqdir" dedi. Bir mu'minning qonini to'kishlik, bilasizmi, Ka'bani buzgandan ko'ra yomonroqdir. Bir mu'minning qonini to'kishlikka yarim kalima bilan hissangiz qo'shiladigan bo'lsa, vallohi billahi tallohi Ka'bani buzgan odamning gunohidan ko'ra ko'proq gunohga duchor bo'lasiz ekan. Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullu dhanbin asallohu an yaghfirahu illa man mata mushrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammidan." Barcha gunohlarni Alloh taolo kechirishligi mumkin. Alloh taolo gunohlarni kechiradi, lekin illa man mata mushrikan, mushrik holatda o'lgan odamni, aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammidan, bir mu'minni qasddan o'ldirgan odamni Alloh taolo kechirmaydi ekan. Kechirmaydi ekan. Ulamolar aytadi, zulm 3 xil bo'ladi deydi. Zulm: az-zulmu yaghfirulloh, Alloh kechiradigan zulm. Az-zulmu la yaghfirulloh, Alloh kechirmaydigan zulm. Az-zulmu la yadkhulullohu bayna ibadihi. Uchinchisi shunday bir zulmki Alloh taolo bandalarning orasiga kirmaydi, o'ziga topshirib qo'yadi. Nima u Alloh taolo kechiradigan zulm? U inson o'ziga o'zi gunoh qilishligi, ma'siyat qilishligi. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey o'ziga isrof qilgan, zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmanglar" degan. Agar gunoh qilgan bo'lsangiz, ma'siyat qilgan bo'lsangiz, bu o'zingizga zulm. Lekin Alloh taologa qo'lingizni ochib, "Ya Robbi, kechirgin" desangiz, Alloh taolo kechiradi. Bu zulm Alloh kechiradigan zulm. Ikkinchisi, az-zulmu la yaghfirulloh, bu shirk. Inna shirka la zulmun azim. Albatta shirk eng katta zulmdir. Alloh taolo bu zulmni kechirmaydi. Uchinchisi, Alloh taolo aralashmaydigan, bandalarning ichiga qo'yib qo'yadigan zulm, bandalarning orasidagi ba'zilariga qiladigan zulm. Alloh taolo qo'yib qo'yadi. Agar zolim mazlumga haqqini berib, mazlum uni kechirmasa, Alloh taolo o'sha mazlumni haqqini olib beradi. Hadis aytgani kabi, hattoki shoxli qo'chqor, shoxsiz qo'chqorni suzadigan bo'lsa, Alloh taoloning adolatidanki uning haqqini olib berar ekan. Shuning uchun ham inson mu'minni o'ldirishlikdan qattiq panoh so'rashi kerak ekan. Va Nabi Sa'id al-Khudri va Nabi Hurayra radhiyallohu anhuma, ikkita sahoba, Abu Sa'id Khudri va Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, ushbu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilgan, Albani rahimahulloh sahih degan hadis. Aytadilarki: "Law anna ahla samai va ahla al-ardi ishtaraku fi damin mu'min la akabbahumullohu fin nar." Alloh taolo Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, agar osmon ahli, 7 qat osmon ahlining hammasi va ahlul ard va yerdagi butun insonlar, qancha inson bor? 8 milliard insonlar bormi? Jinlarni ham qo'shib oling, boshqa mahluqotlarni ham, yerda yashaydiganlarni hammasini qo'shing. Ishtaraku fi damin muslimin, bir musulmonni qonini to'kishlikka sherik bo'lsa, ishtaraka fi damin mu'minin, bir mu'minning qonini to'kishlikka sabab bo'lsa, la akabbahumullohu fin nar, Alloh taolo ularni yuzi bilan jahannamga otadi ekan. Alloh taolo qarab o'tirmaydi, 7 qat osmon ahli yoki yerdagi butun insonlar va jinlarni. Bir mu'minni o'limiga sherik bo'lib qoladigan bo'lsa, Alloh taolo uni akabba deyapti, yuztuban qilib otib yuborishlik. Alloh taolo uni jahannamga otadi ekan. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, mo'min o'zining dinini kengligida davom etadi. Dinimiz keng, alhamdulillah. Dinimizda haraj yo'q, dinimizda torlik yo'q. Dinimiz keng. Kim bir mo'min o'zining dinining kengligida davom etaveradi. Qachongacha? Ma lam yusib daman haroman. Modomiki bir harom qonga aralashib qolmasa.
haqsiz bir qon to'kmaydigan bo'lsa, dini unga kenglik beradi. Lekin haqsiz qon to'kiladigan bo'lsa-chi, wal wajibu ala kulli muslimin an yas'a an yalqalloha ta'ala wa laysa fi sahifatihi damus safki dami muslim. Musulmon odam Alloh taologa shunday holatda yo'liqish kerakki, sahifasini ochib qarasa, biror bir mu'minning qonini to'kmagan. Ha? Shunday qiyomatda amal daftarlarimiz ochilsa, falonchini qonini to'kkan, falonchini o'ldirgan, falonchini o'ldirganga sababchi bo'lgan, falonchi fitnaga sababchi bo'lgan, falon gapda gapirgan. Alloh taologa yo'liqganda sahifamiz chiroyli narsalar bilan to'lishiga harakat qilishi kerak ekan. 3-chi fitna, fitnatu inqilabil al-mawazin. Tarozilarni o'zgarib qolishlik fitnasi. Birodarlar, bugungi kunda shunday bir tarozi ustida yashayapmiz. Bu tarozida sodiqlar kozibga chiqarilyapti. Koziblar sodiqqa chiqarilyapti. Xoinlar aminga chiqarilyapti. Aminlar xoinga chiqarilyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, ushbu hadisni Imom Ibn Majah va Ahmadlar rivoyat qilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Va sayati alan nasi sanawatun khadda'un." Insonlarga shunday bir aldoqchi yillar keladi. Shunday bir aldoqli yillar keladi. Yusaddaqu fiha al-kadhib va yukazzibu fiha as-sodiq. U kunlarda yolg'onchilar rostlikka chiqaradi. Bularning gapi rost deyiladi. Va rost gapiradigan kimsalar esa yolg'onga chiqariladi. Yolg'onchi odamlar esa rostlikka chiqaradi. Va yu'tamanu fiha al-xoin va yukhawwinu fiha al-alamin. Va u kunlarda xoin omonatdor bo'ladi. Omonatdor odam esa xoin bo'ladi. Va yantiqu fiha ar-ruwaybidatu. Va ularda ruwaybido ko'payadi dedi. Shunda sahobalar so'radiki, "Ya Rasululloh, mar ruwaybido?" Ya Allohning Rasuli, ruwaybido nima deganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ar-rajulu at-tafihu yatakallam fi amril 'amma." Yaxshilab eshtinglar. Ruwaybido kim ekan? Ar-rajulu at-tafihu. O'zi hech narsani bilmaydigan, oddiy, sodda bir oddiy odam, lekin yatakallamu fi amril 'amma. Hammani nomidan chiqib gapiradi. Go'yoki o'zini hamma qilib ko'rsatadi. Hammani fikri shu deb ko'rsatadi. Hammani aqidasi shu deb ko'rsatadi. Hammamiz mashnaqamiz deydi. Holbuki hammaning haqqidan gapirishlikka haqqi yo'q. Chunki ar-rajulu at-tafihu. Hech narsani bilmaydigan odam yoki johil deymizmi? Yoki jamiyatda unaqa hech qanaqa o'rni yo'q odam bir kishi chiqadi-da, yoki internet tarmoqlaridan chiqib e'lon bilan chiqadi, yoki bir video bilan chiqadi-da, "Nahnu jamoatu o'zbek, nahnu hakaza makaza." Seni haqqing bormidi o'zbeklar nomidan gapirishlikka? O'zingning shaxsiyatingdan gapir. Masalan, men aytaman, men Ahliddin Ovqatiyning fikri mana shu masalada. Meni fikrim mana bu. Menday qilsam to'g'ri bo'lardi, menday qilsam xato bo'lardi. Fikrim meni shu. Fikrim to'g'ri bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. Lekin men chiqib olib, meni fikrim o'zbeklarning fikri, meni fikrim muhojirlarning fikri, meni fikrim mujohidlarning fikri deyishga haqqim bormi? Haqqim yo'q. Nima uchun haqsiz narsaga kirishamiz? Nima uchun bir kishi ommani fikrini ko'tarib chiqaradi? Agar shu narsadan tiyilmaydigan bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgani kabi, ular ruwaybidodan bo'ladi ekan. Ar-ruwaybido ar-rajulu at-tafihu yatakallamu fi amril 'amma. Va kama haka Allohu azza va jalla fi Qur'anihi anil munafiqin. Uzr tutasizlar, Alloh taolo Qur'oni Karimda munofiqlar to'g'risida aytgan ekan. Va iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ularga, munofiqlarga aytilsaki, kelinglar fasod qilmanglar. Kelinglar fitna qilmanglar desa, yerda fitna qilmanglar desa, ular aytadi ekanki, innama nahnu muslihun. Biz isloh qiluvchilarmiz. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ana o'shalar, ular haqiqiy mufsidlardir, lekin ular bilmaydi degan ekan. Munofiqlar haqida. Va sadaqallohu taala iz yaqul. Alloh taolo yana bir boshqa aytganimda aytganki, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Oyog'ini ostiga qarab, bo'yini egib yuradigan odammi hidoyatliroq yoki yamshi sawiyan ala siratil mustaqim, to'g'ri yo'lda yuradigan odammi? Ulamolar aytgan ekanki, afaman yamshi mukibban ala wajhihi degani oyog'ini ostidan boshqasini ko'rmaydi degan ekan. Bir inson oyog'ini ostiga qarab yursa, faqat oyog'ini ostini, atrofini ko'radi xolos. Uzoqni, atrofni ko'rmaydi. Ha? Mana shu odammi to'g'ri yo'lda yoki yamshi ala sawiyan ala siratil mustaqim, to'g'ri yo'lda yurgan odammi? Bugungi kunda ba'zi bir harakatlar bo'lyaptiki, oyog'imizni ostidagi narsaga qarab qolyapmiz xolos. Qaraylik, manzil qayerga qarab ketyapmiz? Qaraylik, o'ng tarafimizda kim turibdi bizda? Chap tarafimizda kim turibdi? Orqamizdan kim yur deb berib turibdi? Qaraylik. Atrofimizga qaraylik. Eng muhimi hadafimiz qayerga qarab ketyapti? Uni qaraylik. Bir mu'minni haqsiz qonini to'kishlik,
yoki bir fitnaga sabab bo'ladigan bo'lsa, bundan ko'ra og'irroq jazo bo'lmasa kerak. Vallohu a'lam. Ala inna ahsanal kalam va ablaghan nizam kalamullohi malikil azizil allam kama qala Allohu tabaraka va taala fil kalam va idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد zamonimizda keng tarqagan fitnalarning uchinchisi, takror aytaman, birinchi fitna bu takfir fitnasi. Ikkinchi fitna bu haqsiz qon to'kish fitnasi. Uchinchi fitna bugungi kundagi tarozilarni o'zgarib qolgan fitnasi. To'rtinchi fitna, fitnatu du'atud dolala, zalolatga chaqiruvchilarning fitnasi. Zalolat amalga chaqiruvchilarning fitnasi. Va humul maqsuduna biqavlihi sallallohu alayhi vasallam, ular mana shu hadisda aytilgan odamlar, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayhim qadafuhu fiha. Shunday bir da'vatchilar borki, ular jahannamning eshigini yonida turadi va ularga ijobat qilganlarni jahannamga otib tashlaydi. Shunda Huzayfa ibn Yomon, bilasizlar, Huzayfa ibn Yomon sahobalarning ichida doim biror bir narsa aytilsa, Yomon tarafidan ogohlantirib kelgan. Huzayfa ibn Yomon aytganki, "Ya Rasululloh, sifhum lana." Kim ular? Jahannamga chaqiradiganlar kim? Ayting, bizga sifatlab bering. Kim ular? Ogoh bo'laylik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hum min jildatina va yatakallamuna bi alsinatina." Aytdilarki, u bizning o'zimizning qavmimizdan va bizni tilimizdan gapiradigan kimsadir deydi. Ya'ni ba'zi fitnalar sizga tashqaridan kelmaydi. Sizni o'zingiz qavmingizning ichidan chiqadigan fitna bo'ladi ekan. Sizni o'zingizni tilingizda gapiradigan odamlardan fitna bo'ladi ekan. Mana shu fitna eng katta fitna bo'ladi ekan. Haligi Abduvali Qorakanning mashhur qissasi bor. Haligi o'rmonga bolta kelsa, aytgan ekan-ku daraxtlar. Aytgan ekanki, bolta degan bir narsa kelyapti ekan desa, qo'rqmanglar, u bizga kuchi yetmaydi deganda, ha uning sopi bizdan ekan desa, unda halok bo'ldik degan ekan. Ba'zi bir nimalar bo'ladi, o'zingizdan chiqqan fitna boshqa tashqaridan keladigan fitnadan ko'ra og'irroq bo'ladi ekan. Shunda haligi Huzayfa ibn Yomon yana so'radiki, aytdiki, "Famaza ta'muruni in adrakani zalik?" Ya Rasululloh, o'shnaqa zamonlar kelib qolsa men nima qilay? O'zimizni ichimizda qavmimizdan bo'lgan odam fitna qilayotgan bo'lsa, o'zimizni tilimizda gapirib fitna qilayotgan bo'lsa, nima qilayin deb so'ragan ekan. Men juda ham kerakli savol. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotimizda bo'lganda edi, shu savolni berardik. Ya Rasululloh, shunaqa fitna bo'lyapti, nima qilaylik? Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Talzamu jama'atal muslimin va imamahum." Musulmonlarning jamoatini va imomini lozim tutasan dedi. Musulmonlarning jamoatini va imomini lozim tutasan. Jamoatini degani jamoatda bo'lasan. Alohida bo'linib ketmaysan va musulmonlarning imomini lozim tutasan, itoatda bo'lasan. Bundan boshqa chora yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallam najotni shu dedi. Chunki Huzayfa ibn Yomon aytadiki, o'sha vaqt kelsa menga nimani buyurasiz? Jamoatni va musulmonlarni lozim tutasan dedi. Va fi luzumi jama'atil muslimin va imamuhum najatun min kulli shar. Musulmonlarning jamoatini va imomini lozim tutishlik butun barcha yomonliklarning najotidir. Va man faraqa jama'ata shibran famata illa mata maytatal jahiliya. Kim jamoatdan uzoq turib, yana xato tushunmaylik. Jamoat deganda fulon ismdagi jamoat emas, musulmonlar jamoati. Kim musulmonlar jamoatidan bir qarish uzoqlashadigan bo'lsa va mana shu yo'lda o'ladigan bo'lsa, mata maytatan jahiliya. Jaholat o'limida o'libdi. 5-fitna zamonimizda keng tarqagan. As-suqutu fi hawalil fitan. Fitna chuqurlariga tushishlik. Fitna chuqurlari, fitna loylariga tushishlik. Ahval degani balchiq. Fitnaning balchiqlariga tushishlik. Va hiya fitanun tashtaddu yawman ba'da yawmin. Fitnalar birin-ketin kuchayib kelaveradi. Fama tadhhabu fitnatun illa wa ta'ti ba'daha ashaddu minha. Har kuni keladigan fitna oldingi fitnadan ko'ra qattiqroq bo'lib keladi ekan. Va mardal qulubi va di'afil imani wal munafiqina la yazalu yatasaqatuna fi ahwaliha. Qalbidagi iymoni zaif bo'lgan kimsalar, fitnaga moyil bo'lgan kimsalar mana shu fitna balchiqlariga tushib qoladi ekan. Kama qala ta'ala, Alloh taolo oyat karimada aytibki, ala fil fitnati saqatu. Ular o'zlari fitnaga tushib qolmadimi? Kecha odamlarni malomat qilayotganlar bugun o'zlari fitnaga tushib qolmadilarmi? Va fi zamanina anwa'un kathiratun minal fitan. Bugungi kunimizda fitnalar juda ham ko'payib ketdi. Uftutina biha kathirun minan nas. Insonlarning juda ham ko'plari fitnalanib qolgan. Va hum la ya'lamuna annaha fitna illa ba'da al-wulughi
fi ahwaliha. Insonlar fitnaga tushganligini bilmaydi, magaram bir muddat o'tgandan keyin biladi ekan. Eyvo, biz fitnalanib qolgan ekanmiz deb. Shuning uchun ham ulamolarni lozim tutish, ulamolar shunday bo'ladi ekan. Ulamolar kelayotgan fitnadan odamlarni ogohlantiradi. Talib ilmlar bo'layotgan fitna bo'lyapti deydi ekan. Lekin ba'zi bir insonlar fitnaga tushib, o'tib ketgandan keyin fitnaga tushib qolgan ekanmiz, fitna o'tib ketgan ekan, allaqachon deydi ekan. Va buning mistoqi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadisi, ushbu hadis ham Imom Muslimning Jami sahohalarida keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan." Shunday fitnalar keladi, ba'zisini yumshoq qilib qo'yadi. Ya'ni bugungi fitna kechagi fitnani yumshoq qilib qo'yadi. Ertangi fitna bugungi fitnani yumshoq qilib qo'yadi ekan. Va taji'ul al-fitnatu fayaqulul mu'min hada muhlikati. Bir fitna kelsa, mu'min aytadi ekan, mana shu yerda men halok bo'lsam kerak ekan. Mana shu fitnada men fitnalanib qolsam kerak deydi ekan. Thumma tankashifu. Alloh taolo uni fitnadan salomat chiqaradi. Va taji'ul fitnatu. Yana bir fitna kelganda fayaqulul mu'min hadihi. Keyin yana bir fitna kelganda mu'min aytadi ekan, mana shu fitnaga tushib qolsam kerak yoki mana shu fitna. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar va yadkhulul jannata falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kim jahannamdan uzoqlashish, jannatga kirmoqchi bo'lsa, uning o'limi u Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan holatda kelsin degan ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda aytadi, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, aytadilarki: "Va satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Va satakunu al-fitan." Shunday fitnalar keladi. Fitnalar bilasizlar, o fitna zamonidan boshlangan. Va sahobalarning orasidagi ilk fitna Abu Bakr Usmon radhiyallohu anhu va Ali radhiyallohu anhu orasidagi fitna bo'lgan. Shu zamondagi fitna ulamolar o'sha vaqtdagi sahobalar yoki nimalarni, tobiinlarni 3 ga bo'lishgan. Ali ibn Abi Talibning tarafdorlari, Muaviya ibn Abi Sufyonning tarafdorlari, uchinchisi hech qanaqa fitnaga aralashmasdan Madinani lozim tutgan. Juda ham ko'plagan sahobalar bo'lgan. Aytiladi, bu haqdan uzoqroq yoki bunisi haqqa yaqinroq, haqiqiy haqda bo'lgani fitnaga aralashmagani bo'lgan. Haqiqiy haqni ustida bo'lgani fitnaga aralashmagani bo'lgan. Albatta bu bilan sahobalarga tanqid qilishlik niyatim yo'q. Ularni Alloh taolo aytgani kabi tilka ummatun qad xolat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum. Ular bir ummat edi. Ular vazifalarni bajarib o'tib ketdi. Endi ular o'zlariga kasb qilgani, sizlarning kasblaringiz o'zlaringizga. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar beryaptilarki, va satakunu fitanun. Fitnalar bo'ladi. U vaqtda nima qilish kerak? Al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im. Fitnalarda o'tirib olgan odam turgan odamdan xayrliroqdir. Wal qa'imu fiha khayrun min al-mashi. Turgan odam yurib ketayotgan odamdan xayrliroqdir. Wal mashi fiha khayrun min as-sa'i. Yurayotgan odam yugurayotgan odamdan ko'ra yaxshiroqdir. Faman tasharrafa laha tastajrifu. Kim fitnaga duchor bo'lsa, u o'ziga jalb qiladi. O'ziga chaqirib oladi. Faman wajada fiha malja'an aw mu'adhan faly'uz bihi. Kim fitnadan saqlanadigan bir panoh, bir nima topsa, o'shinga ketsin deyaptilar. Faman wajada malja'an aw mu'adhan. Kim bir malja, fitnalardan chiqib qochib qutuladigan biror bir yer bormi? O'sha yoqqa boring. Bundan qutuling. Nimaga? Fitna o'zining nomi bilan qatldan ham ko'ra battar ekan. Va yana zamonimizdagi eng ko'p bo'lgan fitnalardan biri, oxirgi fitna, balkim ko'proq deb xutbam uzun bo'lib ketishligidan qisqa qilaman. 6-fitna fitnatul mal. Bugungi kunda ko'pchiligimizni tushgan narsa mol fitnasi. Mol va davlat fitnasi. Alloh taolo oyat karimada innama amwalukum va auladukum fitna. Sizlarning mollaringiz, bolalaringiz fitnadir dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarda inna likulli ummatin fitna. Har bir ummatning fitnasi bordir dedi. Bu ummatning fitnasi nima ekan? Ya Rasululloh, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, fitnatu ummati al-mal dedilar. Meni ummatimning fitnasi mol dedilar. Li'anna al-lahwa bil mal yushghalu al-bala 'anil qiyam bit-ta'ah va yunsil al-akhirah. Chunki inson mol bilan mashg'ul bo'lib qolish, hayoli mol va davlatda bo'lib qolishligi toatdan, qoyim bo'lishlikdan uzoqlashtiradi, oxiratni unutib qo'yadi ekan. Va mistaquhu, bu gapning dalili qavlu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari. Vallohi mal faqru akhsha alaykum, walakinni akhsha an yubsata alaykum ad-dunya. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohga qasamki, men sizlar to'g'risida faqirlikdan qo'rqmayman. Vallohi mal faqru akhsha alaykum. Allohga qasam, men sizlar to'g'rilaringizda faqirlikdan qo'rqmayman. Walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya. Lekin sizlarga dunyo ochilishlik, dunyo berilishlik, futuhatlar berilishlik, xazinalar berilishlik, g'animalar berilishligidan qo'rqaman. Kama busita ala man qablakum. Sizlardan oldingilarga berilgani kabi. Fatanafasuha kama tanafasuha.
ular bir-birlarini mollab bellashgani kabi sizlar ham bellashasizlar. Fatuhlikahum kama ahlakathum. Ularni sizlardan oldingilarni halok qilgani kabi bu mol fitnasi sizlarni ham halok qilib qo'yadi. Qanchadan qancha birodarlarimiz, qanchadan qancha aka-ukalarimiz o'zimiz mana shu fitnalanib qolmadikmi? Ha? Mol davlatni arzimagan bir qismiga deb yoki ba'zi bir g'animalarga deb, ba'zi bir xatoliklarga tushib qo'ymayapmizmi? Aytilishi mumkin, qaysidir ta'vilotlar, ta'vilotlar kimga ko'ra bo'lishi kerak? Har bir odam o'ziga ko'ra yo'l ochib oladigan bo'lsa, har bir odam o'ziga ko'ra ta'vil qiladigan bo'lsa, din qayerda qoladi? Ulamolar qayerda qoladi? Ijmo qayerda qoladi? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun qayerda qoladi? Bilmasalaringiz zikr ahlidan so'ranglar, qayerda qoladi? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va minhum man 'ahadalloha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakuna minas sodiqin." Ularning ichidan Allohga ahd bergan kimsalar borki, la in atana min fadlihi, agar Alloh taolo menga fazlidan bersa, lanasaddaqanna va lanakunanna minas sodiqin. Agar Alloh taolo menga katta mol davlat bersa, men sodiqlardan bo'laman-da, solihlardan bo'lib sadaqa qilaman. Falamma atahum min fadlihi, vaqtiki Alloh taolo ularga o'zining fazlidan beradigan bo'lsa, bakhilu bihi va tawallu va hum mu'ridun. Baxil bo'lib qolishib, ular yuz o'girgan holatda qaytib ketishadi ekan. Shuning uchun ham Alloh taolodan mol so'rayotganda, Alloh taolodan ofiyatni qo'shib so'rash kerak ekan. Allohning fazlini so'rayotganda, Alloh taolodan ofiyatni so'rab nima qilish kerak ekan? Alloh taolodan mol va davlatni so'rayotganda, uni haloldan topib halolga sarflashlikni ham so'rashlik kerak ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allohumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمهاجرين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.